Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytdilarki, kullu ummati ma'afa illa al-mujahira. Mani ummatimni hammasi afv qilinadi inshaalloh dedi. Ummatimni hammasi afv qilinadi inshaalloh, illa mujohir afv bo'lmaydi dedilar. Mujohir kim deb so'rashdi odamlar. Mujohir dedi, kechasi bir ishni qiladi. Uni aybini Alloh taolo bekitib qo'yadi-yu, keyin kunduzi o'zi chiqib, men kechasi undoq qildim, bundoq qildim deb odamlarga maqtanadi. Ana shu mujohir dedilar. Demak, gunohni tap tortmasdan ochiq oshkora haholab, kulib, mana biz qilyapmiz deb qilganlar mujohir. Men o'qivardim, bu qivardim deb gunoh ishini maqtaganlar mujohir. Ana Rasul Akram alayhisolatu vasallamning ummatining ichidan bitta toifa afv qilinmasan ekan, shular qilinmas ekan. Ana shularni tiriklar gapirsa bo'lar ekan. Bu mana qo'rqmasdan, Xudodan qo'rqmasdan ochiqdan ochiq, o'zini qilgan gunohini maqtanib yuribdi, axloqsizligini maqtanib yuribdi, batarligini maqtanib yuribdi. Bu odamdan ehtiyot bo'linglar, u bu desa bo'ladigan bir holat ekan.